Uchtepa birlik 64 quruq yonginasida joylashgan 6 sotixli xonadonimiz 1 sotix narxi 40 ming dollardan batafsil video davomida ko'rib chiqamiz. Yo'l yuzidan 100 metr kirganda joylashgan boti tupik mahalla, keng, fayzli, tinch tarsoyda joylashgan. Asosiy darvozaxonadan kiraverishga ko'rib osilamiz. Kengligini 5-6 mashina bemalol sig'adi. Bu yerga chiroyli qilib oilaviy dam olish uchun tapchali zonalarni ham ko'rishimiz mumkin. Hovlimizni bu burchak qismida bitta umumiy sanuzor joylashgan. Hovlisini ko'rib osilamiz. Aylanasiga binolarimiz tushgan bo'ladi. O'rtada katta zeleniy zonani ko'rishimiz mumkin. Mevali daraxtlarni ekib qo'yishibdi. Asosiy binodan tushuntirib beradigan bo'lsam, bitta ayollarimiz uchun kuxnya joylashgan bo'ladi. Полностью komplekt holatda mebel, texnika jihozlari bilan va bitta umumiy sanuzorni ko'radigan bo'lsak, keyin katta koridor bo'ylab xonalarga o'tamiz. Bitta kattalar uchun zal, mehmonxonani ko'radigan bo'lsak, uning yonginasida kattalar uchun yotoqxonamiz joylashgan. Eng oxirgi xonamiz bitta bolalarimiz uchun detskiy xonamiz joylashgan. Remontlarni ko'rib osilamiz. Полностью yevro remonti. Bu yerdagi binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, bitta katta zal va bitta kattalar uchun spalni xonasi joylashgan bo'ldi. Aylanasiga binoyimizning tagi selib podval qilingan.